Hozir sizlar bilan Safiyani tvorojniy shirinligini yo'lda qoldiramiz. Shunaqa oson usulda o'rganib olsangiz, boshqa umuman sotib olmaysiz. Ishonavering, buni tayyorlab ko'rmasligingiz katta xato bo'ladi. Xamir uchun margarinni unda urpoqlab, sodani limon suvida eritilgan shakar, smetana, tuxum sarig'i solib, yumshoq xamir qurib olamiz. Xamirni bitta katta, bitta kichkina bo'lakka ajratib, yarim soatga muzlatgichga yuboramiz. Bu arada nachinka tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun tvorog, cheez krem, shakar, tuxum oqi aralashtirib bir xil massaga keltirib olamiz. Va o'zingizda bor bo'lgan qolipga joylab, duxovkada pishirib olamiz. Instagramdagi retseptlarni o'xsharmikan deb o'ylab o'tirmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying, birgalikda tayyorlab ko'ramiz.